Hocam bana qarang, bachalarim o'zi yo'lda tutilib g'arqlandan to'y kech qoldi. Ushlaganingizga necha vaqt bo'ldi aka? Ushlaganingizga necha vaqt bo'ldi? Necha vaqt bo'ldi? 10 minut bo'ldimi? 10 minut emas, yarim soatdan ko'p. Aka mendan shu 5 minut oldin chiqib qaytdi. Mana meni moshinim. Bo'lsa murojaat qilasiz. 055. E'tiroz bo'lsa murojaat qilasiz. Turibdi, mana bundan ko'taramiz. Hocam bana qarang. Xo'p, mana aka. Ism familiyangiz nima aka? Sherqulov Sherzod. Sherqulov Sherzod, to'g'rimi? Mendan 5 minut oldin chiqib qaytdi. Mana hujjati, pravasi, sug'urtasi, tex pasporti, texosmotor bormi? Bormi? Yonida nima bo'lmadi, menga taqdim qilmadi vaqtida. Olavering videoga. Yo'q, YouTube'ga qo'yaman buni aka. Qiling, siz qiling, men ham qilamanki. Mayli, bemalol. Bo'ldi, o'zim ham blogerman. Mayli, qo'yaver. Ismim Shirinib Ruslan aka. Akam bo'ladi bu kishi. Bloger bo'lsangiz nimaga sizdan qo'rqishim kerak? Yo'q, aytyapman sizga. Mana yo'q, qo'rqitmoqchi emas. Siz ham davlat odam, mayli. Meni bu yerda kameram ish holatda. Ha, mana aka, mana Chulip Nurbekning pravasi bor, texosmotor bor, texpasport bor. Sug'urta bor. Yana nima kamchilik? Taqdim qilmadi. Yonida aka izma keting keldik. Izma keting keldik. Mana Cobalt 055 mana. Qoidalar 7-bandini o'qigansiz, bloger bo'lgan bo'lsangiz. Nima deyilgan o'shanda? Mana qarang. Nima deyilgan? Siz kutib turishga haqqingiz bor aka. Haqqim yo'q. Haqqingiz bor. Haqqim yo'q. 5 minut 10 minutga kutib turishga haqqingiz bor. Xizmatchoyingiz shu yergami? Shu yerda. Aha. Shu yerga ekan. Nimaga haqqim Ha, bo'ldi, evakuator chaqiring aka. Kelyapti evakuator. Ha, chaqiring. Tegishli joyda gurin qilamiz bizlar ham. Bemalol, meni bu Bo'ldi. Yo'q, bo'ldi aka. Men nimaga qo'rqishim kerak? Mana pravasi bor aka. Qonun doirasida ish ko'ryapman. Bo'ldi aka. Pravasini uyda olib kelsin degan joyi bormi yo boshqa Pravasi mana bu mashindagi izma keting kelyapmiz. Nimaga qo'liga bermasdi o'shanda uydan chiqqan? Buni ham bu o'z mashini buni. O'z mashina. Tasdiqlovchi hujjati yo'q yonyapti. Fuqarolik pasporti yo'q. 4 ta 5 ta prava bermaydi-ku, bitta prava beradi-ku. Siz Bo'pti mayli, bitta pravani bitta mashinaga qo'yib qo'ying, bitta prava. Siz so'rashingiz kerak. Pasportni, bitta pasportni, bitta Siz so'rashingiz kerak. Ism familiyani so'rashingiz kerak. To'g'rimi aka? Mana hujjatni mana ketidan 5 minutga kelyapman. Nima bo'lyapti? Prava deb so'rayapti. Sug'urtaga nomi bu. Taqdim qildim. Evakuator chaqiribdi bu yog'i. Mana pravasi, hamma hujjat joyiga. Hujjat mana o'z mashinaga. Siz qaysi mashinada harakatlanasiz? Unda keldim-da. Yo'q, izidan 5 minutga qolmay kelyapti-ku hujjat. 172 sonli qaror bor. Trans vositasini 7-bandini o'qib ko'ring. Trans vositasini boshqarguncha tegishli hujjatlar yonida bo'lishi shart dedi. Siz syomka qiling, mana syomka bemalol ishlayapti. Ha, bo'ldi aka. Bo'ldi. Bemalol. Olib yurishi shart. degan shart degan so'z bor. Tushunib oldingmi? Bu qonunni o'qib ko'rsangiz yoki qaror o'qib ko'rsangiz, shart degan bo'lsa, shu ishni qilib o'tmaysiz. Shart degan bo'lsa, aka, mana mashina ketma-ket kelyapti. Kishiga mana. Komandir, menga qarang. Haydang, to'xtamaydi. Ma'lumot. Komandir, ismi familiyani aytdim. Ism familiya, planshet to'g'risida yana bir marta aytaman. 172 sonli qarorni o'qib ko'rsangiz, o'shanda ko'rsatilgan trans vositasi boshqarish huquqini beruvchi tegishli hujjatlar yonida bo'lishi shart. Ya'ni yoki haydovchilik guvohnomasi yoki Xo'p, hozir siz hujjatsiz deb ko'rsatibsiz. Aha, mayli, unisiga ham tushundik. Evakuator chaqirish shartmi? Mana mashinani o'zini olib ketsinlar, mashina yurmaydimi? Biz to'lamaymiz. Akam bo'ladi. Akam bo'ladi. Haydovchi emasmi? Akam bo'ladi. Haydovchi emasmisiz? Majbur emas. Haydovchi emasmisiz? Siz haydovchi emasmisiz? Haydovchi emasmi? Haydovchi bo'lmasangiz yo'ldan chakka turing, trotvaldan syomka qiling. Akam bo'ladimi? Trotvaldan syomka qiling. Yo'lda o'tirishingiz mumkin. Sizni ustida hech qanday mayoqcha ham yo'q, jilet ham yo'q. Bir trans vositasi turtib ketadi-da, ko'paytiradi. Bor. Hozir o'zingizga protokol qilib qo'yaman. 138. Qiling. Piyoda bo'ling. Пожалуйста, qiling. Men talablarni bajarmayapsiz. Mana aytyapsiz, qochyapman. Izdivosiya qilmaysiz siz unday. Qiling, jarimani qiling. Abachina qism, trotvaldan. Dislokatsiyangiz bormi? Aha, ko'rsating. Aha, ko'rsating. Dislokatsiya kerak. Ko'rsating. Kvadrat tizim bo'yicha Sherqulov Sherzod 2025-yil 14-dekabr kuni xizmatga chiqqan. Tushuntirib oldimmi? Dislokatsiya degan so'zni ko'ryapsizmi?
aka, menga qarang, shularni qo'yib yuboring. Vaqt saqlamang. To'xta, jarimadan qancha bo'ldi jarimasi bu? 14-deydi. Aljerimani albatta. Pravani vaqtida taqdim etilmamiş. 5 minut. İsim familiya aytyapti. İsim familiya aytyapti, to'g'rimi? Demin bo'lsa yozing, boshqa narsa bo'lsa bunday qilib saqlab. Barga bozorga girib beringlar sizlar. Pravani vaqtida taqdim etilmamiş. Ha? Mana prava, mana prava. Bu narsa keladi. Meni narsamni ko'tarmayman. Aka, bitta narsa tushunmagan narsalarni aralashmayman. Aka narsasini uka ko'tarish mumkin emasmi? Aka, ha aka, nima turing? Hamma